Yoshlarning muammo va takliflarini o'rganish hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida rahbar va yoshlar uchrashuvlari o'tkazilmoqda. Navbatdagi muloqot Hudud Gaz Samarqand gaz ta'minoti filialida tashkil etildi. Filialning yosh xodimlari bilan tashkil etilgan ochiq muloqotda bir qator takliflar ham tinglandi. Ularni qiynayotgan masalalar yuzasidan fikr almashildi. Filial direktori Ansor Muhammadiyev yoshlarning kasbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy texnologiyalarni o'zlashtirish va mehnat samaradorligini yuksaltirish borasidagi vazifalarga alohida to'xtaldi. Uchrashuvda o'zimizga kerakli ko'p bilimlarni oldik. Bunaqa uchrashuvlar bizga ko'p imkoniyatlarni yaratib beradi. Qiziqtirgan savollarimizga javob oldik. Bunaqa uchrashuvlar ko'proq tashkil qilinsa, bizga ham yaxshi bo'ladi, ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Hudud Gaz rahbari yoshlar bilan uchrashuvda o'zini barcha bilimlarini bizlar bilan ulashdi, bilmagan narsalarimizni o'rgatdilar. O'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yanada chuqur o'rgandik. Shu sohada yana chuqurroq kirib borish kerak, o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. Uchrashuv davomida yoshlar o'rtasida zakovat intellektual o'yini ham o'tkazildi. Bellashuvning g'oliblari munosib taqdirlandi.